Bu nima deb qiziqadigan obunachilarimizga navbatdagi videomiz ajoyib suv filtri haqida bo'ladi. Bu suv filtri hozirgi kundagi juda ham noyob bo'lgan mavzulardan bittasi, chunki suvlarni iflosligi, loyqali darajasi hamma juda yaxshi bilib turibdi. Shuning uchun men sizlarga mana shu suv filtri haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bizning suv filtrimiz Aquastream brendi ostida turistskiy filtr bo'lib, u mana shunaqa tozalovchi vositalar bilan, ya'ni tropik mevali shunaqa rasmlar bilan ko'rsatib o'taman. Suvlarimizni filtrlab beradi. Rashpaki ham katta. Odatdagi rashpaklardan ancha katta bo'ladi. Mana shunaqa turistskiy Xitoy suv filtrlaridan kimga kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Suvlaringni tozaligi, shaffofliklarini ta'minlash o'zlarining qo'llaringda. Narxlari unaqa juda qimmat emas. Bizga aloqaga chiqsalaring, bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmasalaring, narx-navlarni ham aytib o'tamiz.